15-yil kuni bizda 3 tajribasi bo'yicha tadbirkorlarni uchrash belgilangan. Biz bu bo'yicha sizlarga kredit mahsulotlarimizni tanishtirib o'tmoqchimiz. Bizda hozirgi kunda Prezident qarori 312-son bilan biznes rivojlantirish banki resursidan kreditimiz bor. Bunda o'sha 1 yil faoliyat so'raladi. 1 yil faoliyati bor klientga beramiz. 100 milliongacha garovsiz, 300 milliongacha garov bilan beriladi. Bundan tashqari hozirgi kunda moliyaviy ko'mak kreditimiz bor. Ularga o'z-o'zini qilgan shaxslar 100 milliongacha garov kredit olsa bo'ladi yoki yangi tartibdagi tadbirkor yoki yuridik shaxslar 300 milliongacha foydalansa bo'ladi kredit mahsulotimizdan. Hozirgi kunda yana valutli kreditimiz ochilgan. Foizi 12%da. O'sha yangi tartibdagi tadbirkor yoki yuridik mijozlarimiz garov evaziga kredit olishlari mumkin.